Murodjon degan bitta jin chiqqan bir oilaga yashar ekan. Shu oilani 1 yildan beri bezovta qilar ekan bu. Eng qizig'i bu jin kolbasa, kola, yana bir narsalar yer ekan. Do'stlar, prosta bugun shokka tushishlaring aniq. Sizlardan kommentariy обязательно kutib qolaman bu videodan keyin. Agar mana shu videoda juda ko'p reaksiya bildirsalaring, davomini xudo xolasa tez kunlarda qo'yaman. Bu o'zi menimcha mana shu Adirlikka joylashgan endi mana bu bor ekan joyimiz. Jumanazar akaningmi? Ha, shu. Adirlikda. Jumanazar akaning. Tam shu qishloq bormi? Tam shu qishloq. O'zi mana Adirliklarda ham jinlar bo'ladi-da o'zi. Hali turadi. Shuning uchun hozir boraylik qolib ko'ramiz endi xudo xolasa. O'zidan eshitamiz. O'zidan, realni o'zidan eshitaylik. Xurom degan bu kim? So'rovingizga aniq aytingizlar. Bu bor odammi, yo'q odammi? Yo'q odamlar o'ynayapti. Sizlardan to'ra qabul qilishga harakat qilamiz do'stlar. Kanalga qatnashingizlar. Ukol qilardi, kelib shpris olib kelib, dori ichib ketardi. Uni odamlar million marta ziyatda tulpon bilan gaplashardi. Nima bilan? Tulponlar bilan gaplashardi. Uyga tulpon olib qo'ydi o'zi. Akbey. Shu telefon Kim telefon olib kelib qo'ydi? Shu o'zi akbey. Ularning telefonni olib ketib qoladi-da. O'zi katta mana shunday tulpon olib berdi. Shuni o'zi uyga olib berdi. Telefonga pul Shu tashlaydi. o'g'irlagan jinmi? O'zi pul to'laydi. Telefon olib kelib qo'ydi. O'zi Telefon Qarachi, men tushunmayapman-da, xola, qarang. U jin shuncha narsani qilib, yana uyga telefon olib kelib, yana shu telefonga pul ham taylaydi. O'zi to'laydi pulni. birinchi O'zi to'laydi. O'zi doim pul to'lab qo'yadi tulponga. Telefonga. Ha? Shu jin. Shu jin. Shu tulponni galab shu. Oxiri ular bizga o'tmaydigan sindirib to'laydi. Shundan keyin bular tulponni o'g'irlaydigan bo'ldi. Yekuldi kun navbatda. Ularda telefonni olib kimga telefon qiladi u jin? Mana bu gaplashaveradi. Kim bilan gaplashadi? Siz bilan gaplashadimi? Hamma bilan gaplashadi. Bo'lma, urg'oymoqlar bilan. Ovozini eshitgansizmi? Ovozim eshitgan. Eshitgan. Bolalar bilan gaplashgan, hamsiylar bilan. Yo'q, siz o'g'illar ekansiz. Bakang, bu seriozli narsa-da. Bu qachondan beri bezovta qilish. Bu buyoqqa qarang, bu jin emas bu. Ha. Chunki Surxondaryoda bor mo'lla ishanga o'qib ham qo'rqolman. Men qo'rqmayman mo'lla ishandan deb. Kim aytdi? Bu aytdi. Yozib ketadi. Mo'lla ishanga o'qiydi, qo'ydi, pulni oladi, undan ertasiga kelib, yana bilan bir qo'y bir mol pulni urib ketyapti. Tozalab ketyapti. Chaqirsang men qilaveraman deydi. Mo'lla ishan chaqirsang men ham qilaveraman deydi. Kiyinaman deydi. Har 5 minutga o'chadi, qarab qo'yasiz-da. Yozgan yozuv bormi? Ha? Yozgan Bor, 5 minutga o'chib, yana boshqatdan yo'qayverasiz. Bor, yozishi o'zimiz tilda Birorta yozadi. yozuv bormi shuna? Bor. Uylarga ham yozib turadi. Ha, nevarangiz taylab keng, taylab keng shaqa taylab keng, nevarangiz taylab keng.